biz mukammallik sari intilish yo'lida muhim bosqichlardan o'tmoqdamiz. REST Developments hamisha zamonaviy va innovatsion makonlarni yaratishni ko'zlaydi. Har bir loyihamizda uzoqni ko'zlagan yondashuv, puxta rejalashtirish va yuqori sifat mezonlari ustuvor ahamiyat kasb etadi. Biz uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashrifi katta sharaf bo'ldi. Bu yuksak e'tibor bizga bildirilgan ishonch, amalga oshirayotgan ishlarimizga berilgan munosib baho va yanada katta maqsadlar sari ilhomdir. Biz oldimizga qo'ygan maqsad aniq: ertangi kun talablariga javob beradigan, zamonaviy infratuzilma va qulay hayot muhitini ta'minlaydigan loyihalarni REST kompleks orqali hayotga tatbiq etish. REST Developments kelajakni bugundan bunyod etadi.